Assalomu alaykum. Shiriyat olami. Kecha oqshom bir savol keldi-da, faqat dedi, she'rlarni telefonga qarab o'qiysiz. O'zi yoddan ham she'r bilasizmi degan savol keldi. Mana bu qo'limda produktalarim bor. Imkon qadar ko'ngilni xira qiladigan bo'lsa ham yoddan biladigan she'rlarimni yodga olishga harakat qilamiz. Qiyomat yaqinlab qolgan ayollar erlarining libosini kiymish. Avratu xayoling ko'chasini top, hatto mayin bo'lib so'zlamay qo'ymish. Rasululloh bir kun qo'rqib so'zlagan kunlari boshimizda turibdi qarang. Atrofning yalang'och turgan holiga ko'taramiz hatto boshimiz arang. Tuyaning urkachini tasvirlab go'yo jannatning hididan bas kechgan ayol. Nahot umri o'tib vaqt o'tib bir kun o'ziga bir bora bermagan savol. Hay sen kim o'zi jismingni erur yarashurma senga shu yovuz xilqat. Ayollik libosini bir chetga otib asl go'zallikdan ayrilding faqat. Bolangning qarash senga yov qarash, eringning ko'nglida yo'qolgan xohish. Sen qancha urinma aslingdan shuncha uzoqlashib ketding gandek tovush. Ovozing erkakcha, yurishing g'alat, shimning o'rtasida yig'laydi hayo. Ajabo shunchalar hurlik bo'lurmi, tuvanlik bo'lurmi? Do'stlar, ajabo. Endi bog'chaga yoshligimizda bog'chaga o'zi bir 2-3 kun borganmiz. O'sha bog'chaga borgan paytki she'rimiz ham yodimizda. O'shandan ham hozir o'qib berishga harakat qilamiz. Ariqchadan hakkadim, ro'molchani taxladim, rais buva kiyincha tabilchini bopladim degan she'rlarni yodladik. O'sha 90-yillar. Keyin maktab davrlarida o'roq, urmoq, olmoq, solmoq, qush haydamoq, bormoq, yilmoq hammasidan qiyin ekan. Ey ho'kizim ro'zg'or qilmoq degan she'rlarni yodlagan edik maktab davrlarida. Intilib samoga yetolmasam gari, o'tli yuragimni armon tilg'aydi. Menga bu yo'llarda dard ketsa nagah, men uchun qayg'urib onam yig'laydi. Sevgan yorim bir kun tashlasa ketsa, hijron azoblari dilni chulg'aydi. Vafosiz sevgilim bolam ham qolib, men uchun qayg'urib onam yig'laydi. Umri deganlari juda g'animat, kim qancha yashashin bilib bo'lmaydi. Bilganim dunyodan o'tsam gar erta, men uchun qayg'urib onam yig'laydi. Xullas, maqtanish yaxshi emas u, lekin 300 ga yaqin she'r yoddan bilamiz. Imkon qadar endi yangi yozilgan she'rni telefonga qarab o'qimasangiz yodlab qololmaysiz-ku. Istiqlol tufayli qurib bir qal'a, dunyoga tanildi mitti bu bola. Bugun yashnab borar misoli lola, mening jannat o'lgan O'zbekistonim. Zo'r odamlar oldiga kelib qoldik. Rahmat.